Mintaqamizda o'lmas siymo degan ajoyib bir naql bor. Odamlar ardoqli kishilarni shunday deb ataydi va bular bilan ularga bo'lgan mehri insonlardan biri Qurbon Rajabov edi. Siz o'rta ma'lumot olgach, 1940-yilda Samarqanddagi agronomlar yilda ko'ngillilar qatorida urushga yo'l oldi. Janglarda ko'rsatgan jasorati uchun 3-darajali shuhrat, Qizil Yulduz ordenlari bilan bir mukofotlandi. 1945-yilda urush tugagandan so'ng vataniga qaytib, o'zi tug'ilib o'sgan xo'jalikda chorvachilik bo'yicha 1962-yilda Terif nomli kolxoz rahbarligiga tayinlandi. Ushbu xo'jalikni 22 yil boshqarib, ko'rkamchilik faoliyatini barpo etishda jonbozlik ko'rsatadi. Uning tashabbusi bilan Qurbon Rajabov aholi xonadonlarini tabiiy gaz va ichimlik suvlari bilan ta'minladi. Xo'jalikning o'tgan asrning 70-yillarida bog'dagi bo'lib ishladim deydi Muhammad Ostonov bobomiz. Bobomizning aytishicha, raisimizning qachon uxlab, qachon dam olishi hisob o'tlarni o'zi tashiganini ham ko'rdik deydi bobomiz. Parvari olam, parvari koinot, payg'ambari Xudo Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ulug' avliyo va anbiyolarning, ulug' insonlarning, pir ustozlarning ruhi bo'llariga har birlarining azobinar bi rahmatga ya arhamar rahim. Allohu akbar. Xudo rahmatga. Mana shunday bir muborak kunda uchrashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Kel bo'lganimizda, hokim bo'lganimizga endi ichida yuramiz, ko'ramiz, eshitamiz. Qurbon Rajabov va uning fanimizning eng oldi, ilg'or, bilimli, tashkilotchi, fahm farosatli, faqat farzandlari, nevaralari, yaqin chevaralari ham davlat ishiga yonimizdan turib, yurtimizning tuman rivojlanishiga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Qudratli bo'lsin. Tumanimiz gullab yashnasin. Taraqqiyot mahallasi, Suluv qo'rg'oni bundan ham zo'r bo'lsin. Men shunday aytaman, hurmatli tumandoshlar. Uzoq umrlar tilaymiz. Salomat bo'linglar. Yana bir marta bayramlar muborak bo'lsin. Qurbon bobomizning xotirasi porloq bo'lsin. Joylari jannatda bo'lsin. Shunday insonlar borki, doimo yorqin iz qoldirib ketadi. Safarlikda ham, urushda qatnashganda ham, hamma bir yangilik qilgan kitoblarda, hop, maqolalarda o'z aksini topgan. Qishloqda shaharcha bunyod qilishda ham birinchi mana shunlar davomida ham o'rganiladi, havas qilinadi, ana shu yo'llardan boriladi. Chunki Qurbon Rajabov mana unvonga ega bo'lgan, xizmat ko'rsatgan unvonga ega edi. Kecha tirik edi, ular siz kabi quloqlar ostida yangrar so'zlari kabi bugun sog'intirar ko'ngilni g'ashlab. Kecha tirik edi, ular siz kabi ketdilar bu yorug' dunyoni tashlab. Kecha tirik edi, ular siz kabi ketganlar sanog'i ko'proqdir bugun. Kecha tirik edi, ular siz kabi. Sizga Qurbon bobo, hurmat sizga Qurbon bobo. Siz bor joyda shodlik bisyor, bizda murod kelajak yor. Rahmat sizga Qurbon bobo, hurmat sizga Qurbon bobo. Qurbon bobo, hurmat sizga Qurbon bobo. Baxtga makon, do'stlikka kon, jamoliga qoyil jahon. Rahmat sizga Qurbon bobo, hurmat sizga Qurbon bobo. Iftixor, tirikdir g'urur, xotira elni sabr qudrat, xotira Dunyoni dunyo bilar edi, sen berding unga Xorazm ulug' siymoni.
Nima optimi? Sizga kerak emas bu hassa. Mana o'rni fadarga qilaman. Yangisi. Hassalarning Malibusi. Hassalarning Malibusi. Ularga borgan payt sekin-asta qilib qo'rqib ketaverasiz-da. Rahmat. Sizga rahmat. Yoshingiz nechida? Aytgan odamlar qanaqa qolibdi? Ha. Aytsangiz yaxshi ko'rib qoladi odamlar. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah. Rahmat hammaga. Sharoitlar yaratib bergan duomizga ming rahmat. O'lguncha qulluq qilaman. Hurmatli aziz mehmonlar, barchalaringizni mana shunday go'zal 100 yillik yubiley to'y dasturxoniga xush kelibsizlar deymiz. Hurmatli rais buvomiz Qurbon Rajabovni 100 yillik yubileyi katta tantana bilan nishonlandi bugun. Uni haykali yonida yaxshi tilaklar, istaklar bildirdi. Ko'p yillar davomida ular shod bo'ldi. Mana shu tadbirga
Mana shu rais buamizning barcha o'g'illari, qizlari, qarindosh urug'lar, nevaralar, chevaralar, evaralar faol qatnashib, mana shunday tadbirda ulug' kunda tashkil qilganlari uchun katta tashakkur, rahmat bildiramiz bir qarsak bilan. Resmen Osmanlı vilayet kentinde şarkısının adları olsun, köpeğinin olsun, ben şu buğuları, yöneticileri oynayan sağ olsun, ben şu sağ aman bo'lsin, eng yomon kunlarimiz shunday bo'lsin. Barchalarga sog' bo'linglar, G'olibaga. Sizlar bilan faxrlanamiz. 3-chi, 2-chi, 1-chi o'rinda paxtachi hamisha bir bo'lsin. Xalqimiz boy bo'lsin. Turmushimiz farovon bo'lsin. Prezidentimiz omon bo'lsin. Har bir qilayotgan ishimiz oxiri xayrli bo'lsin. Dehqonchiliklarimiz barakali bo'lsin. Duogo'ylarimiz omon bo'lsin. O'tganlarning ruhi shod bo'lsin. Rahmat hammaga.